Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz Toshloq tumanida Mehrga qalblar, Tashna qalblar tadbirida qatnashdik. Juda hayajondaman. Bolalarning qalblaridagi xursandchilikka juda xursand bo'ldik. Bu tadbirni tashkil qilgan Toshloq tumani xalq ta'limi bo'limiga, Toshloq tuman Barkamol avlod bolalar maktabi direktori G'ayratjon aka Eshmatovga, butun pedagogik jamoasiga, viloyat Barkamol avlod bolalar maktabi direktori Ziyodbek Yuldashevga hamda ham yonida turgan barcha homiylarga Uchko'prik tuman Barkamol avlod bolalar maktabi jamoasi nomidan o'zimda chin qalbimdan minnatdorchiligimni bildiraman. Bu tadbirda bunaqa bir boshqacha o'tadi deb tasavvur qilganimdan ham boshqacha bo'ldi. Alloh ehsonlarini dargohida qabul qilsin. Ehsonning javobi ehson. Barcha mehrga tashna qalblarimiz bugun juda xursand. Hatto shunday daqiqalar bo'ldiki, ko'zlarimizdan yosh chiqib ketdi. Barcha ehson qilgan ehson qilguvchilarni ehsonlarini Alloh dargohida qabul qilsin. O'rnlarini Alloh g'oyibdan to'ldirib bersin. Keyingi mana shunaqa tadbirlarga ham biz ham o'z hissamizni qo'shamiz degan umiddamiz. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Hormanglar deyman. Sog' bo'linglar. Bugun Toshloq tumanida har yili an'anaga aylangan hamda mana shu an'anaga aylangan tadbirlardan biri ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlari uchun xatna to'ylari uyushtirildi hamda katta tadbir to'y qilib berildi. Bu tadbirni o'tkazishdan maqsad mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlarini qalblarini quvonchga, zavqqa to'ldirish hamda bolalarni hayotga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, kelajakda ularni kasblarga, fanlarga qiziqtirish maqsadida bu tadbir tashkil etildi. Bu tadbirda tashkil etilganiga mana 6 yil muhlat bo'ldi. Mana shu 6 yil ichida bu tadbir juda ko'tarinki ruhda olib borilmoqda. Bugungi tadbirga kelgan bolajonlarning ko'zlarida quvonch, baxt hislari aks etib turardi. Ularning oila a'zolarida ham himoyaga muhtojligi emas, hayotdan quvonch bilan bahramand bo'lish hislari ham aks etib turardi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlarini kelajakda ularga baxt, omad tilayman. O'zlari orzu qilgan kasb egalari bo'lsin. Chiroyli kasblarga nasib qilsin. Oilalarda hech qachon quvonch, baxt, quvonch ko'z yoshlari hamisha quvonch bo'lsin. Oilalarga tinchlik, totuvlik tilayman hammalariga. Bunaqa tadbirlarni juda ko'pdan ko'pini bo'lib qolishini umid qilib qolaman.